Jigarli iPhone'ning original chexoli qanaqa bo'ladi deb so'raganlarga, ko'rinishi mana shunaqa upakovkada bo'ladi. Orqasi xuddi iPhone'dagi ochiladigan bo'ladi, и pastida Made in California yozilgan bo'ladi. Xitoyda chiqadi, lekin Kaliforniya yozilgan bo'ladi. QR kodlarni tekshirsanglar, ofitsial Apple saytiga kiradigan bo'ladi. Bizga shunaqa chexoldan kelgan, ko'rayotganinglardek, hozir bitta ochib sizlarga qanaqaligini ko'rsatib beramiz. Sifat kopiya chexollardan ko'ra ancha sifatli bo'ladi. Ko'rayotganinglardek, shishasi sarg'ayib ketmaydi, o'zini MagSafe'li bo'ladi. Eng zo'r tomoni buni originalligini aniqlab olishinglarning yo'li, telefonni tiqqaninglarda o'zini animatsiyasi chiqadi. Ko'ryapsizlar, original chexol taqilganda shunaqa animatsiyalari chiqadi. Turishlari va vobshe hamma yog'i zo'r tushadi. Xuddi mana shu chexoldan bizga arzon narxida kelgan. Buyurtma bermoqchi bo'lsanglar, butun O'zbekiston bo'ylab ham dastavkamiz bor, yetkazib beramiz. iPhone 13 dan boshlab iPhone 16 Pro Max gacha bor.